Qirolicha Kanizani endi hech qayerdan izlamanglar. Qirolicha Kaniza endi yo'q. Realni profili ham, akkaunti ham yo'q. Men sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Mana hech qanaqa ijtimoiy tarmoq akkauntlarim yo'q. Shuning uchun barchalarga aytib qo'ymoqchiman. Men endi hech qanaqa yangi akkaunt Qirolicha Kaniza ochilmaydi. Ya'ni men o'zimni shaxsiy akkauntimni ochmayman. Shuning uchun men sizlarga barchalarga aytib qo'ymoqchiman. Yangi soxta profil akkauntlar ochilib ketsa, Qirolicha Kaniza taxallusi ostida yoki boshqa Qirolicha Kanizaman yoki Kanizaman deb akkauntlar ochilsa, ishonib o'tirmanglar. U akkauntlar meniki emas. Va mana shunaqa ochilgan hamma fake akkauntlardagi insonlar men Qirolicha Kanizaman desam ishonib o'tirmanglar. Men butkul rostdan ijtimoiy tarmoqdan ketmoqchiman va niyatim jiddiy, ketib bo'ldim hisob o'zi. Shuning uchun men hech qanaqa akkaunt ochmayman. Bu yo'lga o'zimning hayotimni, yo'nalishimda va o'zim xohlagandek yashab o'tkazmoqchiman. Va butkul ijtimoiy tarmoqdan ketganimni men sizlarga ma'lum qilmoqchiman. Shuning uchun meni ijtimoiy tarmoqda kuzatib o'tirmoqchi bo'lgan insonlar sizlardan ming bor uzr so'rayman. Endi bu yo'lga meni kuzata olmaysizlar, chunki men endi ijtimoiy tarmoqqa umuman butkul kirmayman. Men ham sizlarga o'xshab oddiygina kuzatuvchi bo'lib kirishim mumkin, lekin o'zimning shaxsiy videolarimni profillarga joylab o'tirmayman. Shunaqa. Barchalar sog' salomat bo'linglar. Men sizlarni juda yaxshi ko'raman. Endi Qirolicha Kaniza sizlarni bezovta qilmaydi. Qutulganlaringiz ko'pchilik aytadi, qutulganimga shukur deydi-ku, xuddi shunaqa qutulganlaringga shukur deb o'tiraverasizlar endi. Qutulganimga shukur. Mana shu Qirolicha Kanizadan o'z videolarim meni bezor qilgandi. Men videolarini yomon ko'rardim deyotgan insonlarim juda ko'p uchrab qoladi. Mana shunaqa insonlar ham balki oralaringda bordir. Bemalol xursand bo'lishlaring mumkin, chunki endi Qirolicha Kaniza yo'q. Qutuldilaring Qirolicha Kanizadan. Xo'sh shunaqa. Endi men bu yo'lga o'zimning hayotimda yashayman va o'zimni yaxshi ko'rgan ishimni qilaman va yaxshi ko'rgan baxtli hayot kechiraman. Tushundilaringki, to'g'rimi? Xo'sh shunaqa gaplar, u yoqlari sir, juda ham ko'p sirlarim bor. Sirli hayotimda yashamoqchiman, mo'jizaviy, sirli va ertaknamo o'zimni shaxsiy hayotimda yashamoqchiman, baxtli hayot kechirib. Shunaqa gaplar. Bu meni oxirgi videoyim. Bundan keyin, mana shu videodan keyin men hech qanaqa video joylamayman, chiqarmayman. Shuning uchun Qirolicha Kaniza endi sizlarni butkul tark etyapti. Aytmoqchi, o'yin deb, games, boshqa narsalar qilib ham profilda men ochmayman. Shunaqa gaplar. Barchaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Hech qachon meni unutmaysizlar degan umiddaman. Men ham sizlarni hech qachon unutmayman. Barchalarga rahmat. Bye bye. Xayr. Nada 29 sentyabrda men sizlar bilan xayrlashdim.